Ahil va inoq farzandlar tarbiyalash san'ati. Mazkur kitob bizni ham o'z bolalik hikoyalarimiz, ham hozirda satr-satr yozilayotgan farzandlarimizning aka-ukalik munosabatlari olamiga sayohat qildiradi. Dastlab o'z sabablarimizni, so'ngra farzandlarimizning sabablarini idrok etish va qabul qilish o'rgatiladi. Har bir bo'lim usul va texnikalardan foydalangan holda tug'ishganlar orasidagi qizg'onish hissi muammosini boshqara olish va maksimal darajada ozaytirishning nozik nuqtalarini taqdim etadi. Xonadonni bolalarning baqir-chaqirlari emas, chug'urlashlarini qurshab olishni istovchi barcha onalarni mana shunday maroqli safarda kutib qolamiz. Chunki tug'ishganlar orasidagi qizg'onish hissini boshqarish mumkin bo'lgan jarayondir.